Xayrli kun, hurmatli ota-onalar. Bu videoda siz tartibsiz, odobsiz, gapga quloq solmaydigan deb o'ylaydigan bolangizni 3 oy ichida xuddi yapon bolalaridek odobli, tartibli va itoatkor qilib qo'yishga yordam beradigan strategiya deymizmi, qoida deymizmi, aynan qadamlarni sizga o'rgataman. Bu strategiyalar hamma narsani qo'llab ko'rgan, ishlamagan, meni bolam bilan hech narsa ishlamaydi deydigan ota-onalar uchun ham ishlaydi. Albatta, endi buni bugun qilganingizda birdaniga bolangiz 180 gradusga o'zgarib qolmaydi, lekin siz sabr bilan bu narsalarni amalga oshirishni boshlab, bu narsalarda qolganingizda albatta natijasini bermasdan qo'ymaydi. Nimaga endi bu haqda men sizlarga gapiryapman? Mening ismim Ayzamurod. Men birinchi o'rinda 15 yildan ortiq dars berib kelib turgan pedagogman. Va undan tashqari men onaman. 10 yoshda Akramboy degan o'g'lim bor. Bolamni muvaffaqiyatli qilib tarbiya qilish uchun juda ham ko'p resurslar, kitoblar o'qib boryapman va albatta bu narsalarda ham o'zimning farzandimda, ham o'quvchilarda, bundan tashqari 4 yoshga ega bo'lgan blogim bor. Boshqa ota-onalar bilan ham bo'lishib boraman va menga juda ham ko'p feedbacklar keladi. O'zim o'rgangan, sinagan narsalarni siz bilan bo'lishib boraman. Yaponiyalik bolalar haqida tasavvur qilib o'ylaganimizda bizni havasimizni keltiradigan 3 ta kartina ko'z oldimizga keladi. Birinchi kartina bu yaponiyalik bolalarda maktab paytidayoq o'zini qanaqadir kashfiyotlarini, ixtirolarini qilib turgan. Ikkinchi kartina bu yapon bolalarini uyda ota-onalarga beminnat yordam berayotgan. Uchinchi kartina bo'lsa, ular maktabda o'zlarining xonalarini, maktablarini o'zi tozalashayotgan va beixtiyor bu bolalarga qaraganda bizni havasimiz keladi va qanaqa shu yapon ota-onalar bu narsaga erishar ekan, shunchalik tarbiyali, odobli bolalar yetishtirar ekan degan savol o'z-o'zidan tug'ilishi aniq. Sizga bugungi videoda bitta kichkina sirni ochaman. Yaponlarda bitta strategiyasi bor. U strategiya Shitsuke deb ataladi. Va bu strategiya yangi qanaqadir strategiya emas, 11 asrdan buyon yaponlar qo'llab kelyapti turgan strategiya. Va Yaponiyada 70-80% ota-onalar aynan shu narsadan foydalanadi va yaponlarni nafaqat bolalari katta bo'lgandagi o'zini tutishlari ham butun dunyoga mashhur. Demak, Shitsuke nima? Shitsuke o'zi intizom deb tarjima qilinadi, lekin bu siz bilan men bilgan, ya'ni g'arbcha intizom so'zidan farq qiladi. Bilasizmi, ota-onalar juda ham xato fikrga kelib qolishgan. Bizda bola nimadir xato qilishini kutamiz, undan keyin jazolaymiz va shu orqali biz unga tarbiya berishga harakat qilamiz. Shitsuke'da esa, Yaponiyada esa buni mutlaqo teskarisi. Shitsuke yo'nalishi bo'yicha siz bolaga jazo orqali emas, namuna ko'rsatish orqali, unga tushuntirish orqali o'zini tutishni o'rgatasiz. Ya'ni siz qanaqadir olov chiqishini, bolani xato qilishini kutmaysiz, balki o'zingiz namuna bo'lish orqali bola o'zini qanaqa tutish kerakligini ko'rsatib berasiz. Shitsukeni men sizga 3 ta tamoyilga bo'lib, oddiy qilib tushuntirib beraman. Farzandingiz 1,5 yosh bo'ladimi, 5 yosh bo'ladimi, bu narsani qo'llasangiz, albatta farzandingizda o'zgarish sezasiz. Demak, ketdik. Demak, birinchi tamoyil. Yapon ota-onalari bolalar kuzatib o'rganuvchi mavjudot ekanligini juda ham yaxshi bilishadi. Farzandingizni kuzating, siz telefonda qanaqa gaplashishingizni, odamlar bilan qanaqa muomala qilishingizni, qanaqa yurishingiz, qanaqa turishingizni hammasini sizdan kopировать qilishni boshlaydi. Demak, siz agar farzandingiz og'ir, bosiq bo'lishini xohlasangiz, birinchi o'rinda siz o'zingiz og'ir, bosiq bo'lishingiz kerak. Farzandingiz boshqalar bilan xushmuomala bo'lib, odob bilan gaplashishini xohlasangiz, siz ham o'zingiz boshqalar bilan xuddi shunaqa muomalada qilishingiz kerak. Farzandingiz katta bo'lishida ichmasdan, chekmasdan katta bo'lishini xohlasangiz, uning yonida sigaret chekib turib, bolam sigaret chekma desangiz, bu narsa umuman o'tmaydi. Agar siz g'azablanib, baqirib turib, lekin bolangiz sizga baqirmasligini xohlasangiz, bu narsa ham umuman ishlamaydi. Keyin misol bilan tushuntiraman. Siz uyga kirdingiz, bolangiz yangi aboyga marker bilan chizib qo'ygan. Siz uni ko'rdingiz, jahlingiz chiqdi, lekin unga bir sokinlashib, marker bilan devorga chizib qo'yibsan. Bu meni juda ham xafa qildi.
iltimos keyingi safar mana qog'oz, mana stol tagida turadi, shuni olib qog'ozga chiz deb aytadigan bo'lsangiz, buni bir necha marta takrorlaydigan bo'lsangiz, hattoki o'sha paytda chizib ko'rsatadigan bo'lsangiz, bolangiz bu narsani eslab qoladi. Keyingi safar chizishni xohlaganda u qog'ozni olib qog'ozga chizadigan bo'ladi. Lekin hammamiz ham insonmiz, ishdan keyin charchaymiz, falon ming dollarlik aboyda yopishtirib qo'yganingizdan keyin kirsangiz unga chizib qo'yadigan bo'lsa, o'zingizni sokin saqlab qolish juda ham qiyin. Ya'ni siz g'azablanib baqirib yuborishingiz mumkin, asabiylashib ketishingiz mumkin. Bu holatda ham siz bundan dars chiqarishga harakat qiling. Siz baqirib qo'ydingiz, bo'lar ish bo'ldi. Chuqur nafas oling, bolangizga ayting sokinlashib olganingizdan keyin. Men hozir kirib juda ham asabiylashib ketdim, g'azablanib ketdim, senga baqirib qo'ydim, lekin bu xato edi. Men baqirmasligim kerak edi. Senga bu narsani aytishdan oldin men chuqur 3 marta nafas olishim kerak edi deb shu narsani amalda ko'rsating. Chuqur nafas oling va bu narsa sizni xafa qilganingizni bolangizga tushuntiring va bundan oldin aytgan qadamlarimni takrorlang. Endigi safar chizmoqchi bo'lsang, qog'ozga olib chiz deb ayting. Shu o'rinda bola nimani o'rganadi? Agar men g'azablanadigan bo'lsam, kimdir menga yoqmaydigan ish qiladigan bo'lsa, men sokinlik bilan tushuntirishim mumkin. Yoki men baqirib qo'ygan bo'lsam, aybimni tan olishim kerak va nima qilinishi kerak ekanligini aytishim kerak deydi. Asta-sekin bu narsa farzandingiz katta bo'lgan sari hayotiga ko'chib boradi va kelajakda farzandingizni kuchli lider bo'lib yetishishiga yordam beradi. Ikkinchi tamoyil, bu namuna bo'lish albatta yaxshi, lekin buni o'zi yetarli emas. Bolamiz tartibli bo'lishi uchun biz aniq qoidalar berib, unga izchil ravishda o'zimiz ham bo'ysunishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bitta misol olaman. Ovqatdan oldin qo'lni yuvish kerakligini bolamizga o'rgatmoqchimiz. Shunchaki borib indamasdan bolamizga qo'limiz yuvib kelib ko'rsatishimiz o'zi yetarli emas, yoki bolamiz qo'lni yuvmasdan kelib ovqatlangandan keyin qo'lingni yuvmasdan ovqatlanding, qo'lingni yuvib kelishing kerak edi deyish o'rniga bolaga nimadan oldin nima qilish kerakligini ayting. Ovqatdan oldin qo'llarimizni albatta sovlab yuvamiz deng va buni namuna sifatida ko'rsating. Va buni sizni faqat o'zingiz qilishingiz yetarli emas. Turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, albatta turmush o'rtog'ingiz ham bu narsani og'zaki tarzda etsin va bolani ko'zini yonida namuna bo'lib bu narsani amalga oshirsin. Yoki yana bitta misol aytaman. Farzandingiz ko'chadan o'ynab keldida, oyoq kiyimini yechib shunchaki yugurib ketdi. Lekin siz qoida o'rnatmoqchisiz, oyoq kiyimni yechib polkaga qo'yib qo'yish kerak. Siz bolaga namuna bo'lib turganingiz bilan bola uni qoidaligini tushunmasligi mumkin. Shuning uchun birinchi uni og'zaki tarzda aytamiz, oyoq kiyimlarini yechgandan keyin uni polkaga qo'yamiz deysiz va har safar ko'chadan kelgandan keyin shu narsani aytib bolani yonida amalga oshirasiz va bolangizga ham bu narsani amalga oshirishga yordam berasiz. Va ma'lum bir vaqtdan keyin bu qoidani bola xuddi o'zinikidek qabul qiladi va kimdir bu narsaga amal qilmaydigan bo'lsa, farzandingiz kelib, oyoq kiyimingni yechdingmi, polkaga qo'yib qo'yib, mehmon bo'ladimi, dadasi bo'ladimi, aytadigan bo'ladi. Ya'ni u sizga nabrot yordamchiga aylanadi. Bunday narsalar farzandingizga noaniqlikni yechishga yordam beradi. Bu narsalarda yana juda ham ko'p uydagi qonun qoidalarida qo'llaydigan bo'lsangiz, farzandingizga ham, o'zingizga ham yordamchi bo'ladi. Men uyda qo'llaydigan narsa, masalan, o'g'lim ovqatlangandan keyin idishini qoldirib ketardi va har safar men aytib, ovqatlangandan keyin yuviqsiz idishlarni sink, rakvinaga qo'yiladi deb qonun qoidani aytgandan keyin o'g'lim ham shuni aytib amalga oshiradigan bo'ldi va ma'lum bir paytdan keyin bu avtomatik narsaga aylandi. Uchinchi va eng muhim tamoyil, shitsuki bolaga buni qilma, bunaqa yomon odatni to'xta demaydi, balki shitsuki ota-onaga to'g'ri savol berishni o'rgatadi. Farzandingiz siz xohlamagandaqa o'zini tutib turgan bo'lsa, bolamga qanday ko'nikma yetishmayapti degan savolni bering. Deylik, bolangiz bitta bola bilan o'ynab o'tiribdi va o'yinchoq talashib urishyapti. Talashma, sen kattasan-ku, sen kichkinasan-ku, buniki-ku degan narsalarni aytmasdan savol bering. Bolam nimani bilmayapti.
Odatda bolalar o'yinchoq talashayotganda ular navbat kutishni bilmayib turgan bo'ladi. Demak, siz farzandingizga navbat kutish ko'nikmasini o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz nima qilasiz? Bolani hissiyotlarini aksept qilasiz, qabul qilasiz. Bilaman, sen juda ham o'ynaging kelyapti, lekin hozir Abdullohning navbati. 5 minutdan keyin Abdulloh navbat tugidi va sen o'ynaysan deb bolangizga ayting. Bu narsa bolaga xavfsizlik hissini beradi. Birdaniga ishlab ketmasligi mumkin. Bola ishchillikni tushunishi kerak. Bolangizga tinchlanishga yordam bering. Shunda ham yig'laydigan bo'lsa, uni leveliga tushing, quchoqlang. Bilaman, juda ham o'ynashni xohlayapsan. Hozir Abdulloh o'ynashni to'xtatadi. Undan keyin sen o'ynaysan deb ayting. Va 5 minut o'tgandan keyin farzandingizga iloji bo'lsa shu Abdullohdan olib, Abdulloh seni navbating tugadi, endi Lola o'ynaydi deb bu bolaga ham bu narsani o'rgatishga harakat qiling. Bu narsa 100% ishlaydi, chunki buni qanaqa ishlashini men Xitoyda ko'rganman. Boshida yaslidagi bolalarda katta gruppalarda bu narsa allaqachon moshni ishlardi, lekin men yaslilarda asosiy o'qituvchi bo'lib ishlardim va u yerda bolalar shunaqa injiqlik qilganda bunga berib qo'yaver deb o'qituvchilar aytmasdi-da. Bilaman, seni o'ynaging kelyapti. Lekin hozir mana o'rtog'ing birinchi bo'lib buni oldi, bu o'ynab oladi, undan keyin sen o'ynaysan deb va o'rniga alternativa beradi. Ki bu o'yna bo'lguncha sen o'ynashing xohlaydigan boshqa o'yinchoqlarni qarab ko'raylik deb aytardi. Va asta-sekin yarim yil o'tgandan keyin bolalar уже bir-biri bilan o'yinchoq talashmasdan navbat kutishni o'rganishgan. Xuddi shu narsani biz ham ko'proq qo'llashimiz kerak. Demak, keyingi safar farzandingizni sizga yoqmagan o'zini tutishi, qanaqadir o'zini tutishi bo'lganda siz savol bering bolamga, qanaqa ko'nikma yetishmayapti. Yana bitta moshniy ko'nikma bor. Bu ko'nikma farzandingizga aqlli bo'lib, o'zini tushunadigan bo'lib yetishishiga yordam beradi. Bu chet tilini bolalikdan o'rgatish. Statistikaga qaraganda ingliz tilini biladigan yoshlar boshqa tengqurlariga qaraganda ish topish imkoniyati 70-80% ga yuqori bo'lar ekan. Va agar sizni farzandingiz 3-4 yoshdan boshlab turib 8-9 yoshgacha ingliz tilini o'rganadigan bo'lsa, keyinchalik uni mukammal bilishi, davom etishi, aqliy rivojlanishi tengqurlariga qaraganda 2 barobar yuqoriroq bo'lishi aniqlangan. Ya'ni til o'rganish unga faqatgina ingliz tilini bermaydi, umumiy jihatda kengroq fikrlashga yordam beradi. Agar siz videoni shu joyigacha ko'rib turgan bo'lsangiz, demak siz farzandingizni kelajagiga befarq bo'lmagan ongli ota-onasiz. Va islom ulamolari aytganidek, ilmli ota-onalardan ilmli farzandlar dunyoga keladi. Ilmli ota-onalar ilmli farzandlarni voyaga yetkazdiradi. Sizga juda ham bitta muhim e'lonim bor. Agar sizni farzandingiz 3 yoshdan 9 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa va siz farzandingizni ingliz tili orqali umumiy rivojlantirmoqchi bo'lsangiz va bonus sifatida ingliz tilini o'rgatmoqchi bo'lsangiz, sizni Super Moms dasturiga taklif qilaman. Super Moms dasturi meni 15 yillik pedagogik tajribamga asoslangan, chet elda Xitoyda 2 yil davomida ishlab ko'rgan, o'zimni bolamda sinab ko'rib moshni ishlaydigan narsalarni olib maxsus dastur qilib yaratganman. Uning uchun siz ingliz tilini zo'r bilishingiz shart emas, chunki men unda qadamma-qadam, darsma-dars, bitta dars ichida birinchi bo'lib nima qilishingiz, qaysi so'zni o'rgatishingiz, 3 ta so'zmi, 4 ta so'zni, uni qanaqa qilib bola bilan mustahkamlash, o'yinlarni o'ynash va ularni qanday o'ynashini ham ko'rsatib berganman. Qanaqa worksheet qilinishi kerak. Worksheetlarda o'zi ham berilgan. Qo'shiqlar, hammasi DIYlar, ya'ni bola bilan shu o'rgangan so'zlaringizni mustahkamlash uchun o'ynaladigan o'yinlar va yasaladigan narsalar ham berib ketilgan. Hammasi siz uchun oldindan qilingan. Nega? Chunki men o'zim bolam 4 yoshidan boshlab ingliz tilini o'rgatishni boshlaganman va juda ham qiynalganman. Sizni boshingizdan nima o'tayotgani, qanaqa hayollaringiz borligini hammasini juda ham yaxshi bilaman va hammasiga maksimal darajada unga moshni yechimlar berib ketganman. Bu narsa 100% ishlashiga ishonchim komil, chunki men uni nafaqat boshqa bolalarda, balki o'zimni bolamda ishlab natijasini ko'rganman. Mana sizlarga hozir bolam endi o'rganishni boshlagandagi videosini qoldiraman. Okay, how many cookies are on the next one? Here, how many? One. No. In this green one. 2, 3, 4. Okay, very good. Now on this green square.
Yeah, good job. Very good. How about here? 3. Okay. Circle number 3. This one? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Is there a 9? Yeah, 9 cookies. Is there number 9? No. So you should count only here. Ah! 2 cookies? Count again. Yay. Va bu bolamni hozirgi holati. Atramba, how do we call the part of the airplane where pilots sit? Cockpit. Very good. What do we say when the plane starts flying? Take off. Can you give me a sentence? The plane is? The plane is taking off. Very good. How do we call the road where the plane takes off? Runway. Runway. Very good. How do we call the people who surf? The plane is taking off on runway. Hozirda o'g'lim erkin ingliz tilida suhbatlasha oladi. Bitta narsaga kulgim qistaydi, sababi hozir u chet elliklar bilan qilgan muloqotni men o'qishni bitirganda ham qila olmasdim. Masalan, amerikaliklar gapirsa men tushunmasdim. Lekin o'g'limni amerikalik o'rtoqlarim bilan ko'rishtiramanmi, hindistonlik tanishlarim bilan ko'rishtiramanmi, u ularni tushunib, bemalol ular bilan muloqot qilib keta oladi va men farzandimni umrida juda ham ko'p yillarini ekonom qilib qoldim deb hisoblayman. Va bilasizmi, eng qiziq narsa, men buni asabiylashib yoki juda ham ko'p vaqt sarflab qilmadim. Shunchaki har kuni o'g'lim bilan 15-20 daqiqa mazmunli vaqt o'tkazish orqali tabiiy ravishda amalga oshirdim. Siz ham farzandingiz tabiiy ravishda ingliz tilini xuddi ona tilidek o'rganishini xohlasangiz, farzandingizni birinchi ustozini bo'lishni xohlasangiz, Supermam dasturiga qatnashing. Shuncha narsa, ya'ni 30 ta video darslik, o'yinlar, qo'shiqlar, worksheetlar, DIYlar berilgan, hammasi dars berilgan dastur atigi 497 ming so'm. Lekin sizga yana ham zo'r yangiligim bor. Birinchi qo'shilgan ota-onalar uchun dasturni 297 mingga qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu faqatgina birinchi qo'shilgan 100 ta odam uchun, keyin avtomatik ravishda narxi 497 ming so'mga oshadi. Hisoblab o'tib ketaylikmi? 297 mingni 30 ta darsga bo'ladigan bo'lsangiz, qancha bo'lar ekan? Taxminiy 10 ming ham chiqmaydi, 9900 atrofida. 9900 so'm, 10 minglar atrofida bitta darsda qo'lga kiritishingiz mumkin. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Yana bitta juda ham zo'r joyi, sizga oson qulay bo'lishi uchun dastur qanaqadir platformalarda emas, Telegram kanalga joylashtirilgan. Har safar kirganingizda, ko'rganingizda pin qilib qo'yasiz, kirib dars ko'rasiz, sirazu bolangiz bilan qo'llab ketasiz. Va xuddi o'zingizga o'xshagan izlanuvchan ota-onalar uchun alohida chat qilingan, u yerda siz fikr almashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Darslarga to'liq qilib qo'lga kiritish uchun hoziroq shu videoning ostida link qoldirilgan yoki izohlarda link qoldirilgan link orqali o'ting. Ma'lum bir sabablarga ko'ra link ishlamayotgan bo'lsa, mana shu yerda QR kod chiqadi, uni skaner qiling. Bu link sizni maxsus Telegram botga olib o'tadi. Telegram botda start tugmasini bosasiz, ism familiyangizni qoldirganingizdan keyin telefon raqamingizni so'raydi. Telefon raqamingizga e'tibor bering, sizga bog'lanish uchun bizga kerak bu raqamlar to'g'ri telefon raqam kiritgan bo'lishingiz kerak. Undan keyin sizga karta raqamlari keladi, Uzkart, Humokart, Vizakart, o'zingizga qulay bo'lgan kartaga to'lovni qiling. Undan keyin chekni saqlab oling yoki skrinshot qilib oling va botga qaytib kelib, uni bizga yuboring. Va 24 soat ichida biz sizni darslar kanaliga qo'shamiz. Darslarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana bir marta takrorlayman, Supermams onlayn kursi 30 ta video darslikdan iborat va siz hattoki ingliz tilini bilmasangiz ham, ingliz tilini bilsangiz zo'r, biz sizga qo'shimcha bonus, lekin ingliz tilini bilmasangiz ham noldan stressiz farzandingiz bilan o'ynab tayyor narsalardan tayyor men siz uchun yaratgan qadamma-qadam shaglardan foydalanib farzandingizni telefonga yopishtirib emas, gadjetlarsiz o'zingiz samarali vaqt o'tkazish orqali ingliz tilini o'rgatish imkoniyatiga ega bo'ling. Buning uchun hoziroq mana shu havoladan o'ting, QR kodni skanerlang va dasturga to'lov qilib bugunoq farzandingiz bilan shug'ullanishni boshlang.
Sizni darslarimda kutib qolaman. Bu videoni siz farzandingizga ingliz tili o'rgatmoqchi bo'lgan ota-onalarga yuboring. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va keyingi foydali videolarimni ko'rish uchun albatta sahifamga obuna bo'lib, kolokольчик bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha